Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 10-dan 17 aprelgacha ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo o'zgarishi bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 15 aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-aprelda 8-13 darajalik, 11-dan 17-aprelgacha 10-15 darajalik. Kunduzi 10-dan 14-aprelgacha 23-28 darajalik, 15-dan 17-aprelgacha 20-25 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 10 va 16-17 aprel kunlari yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 11-dan 15-aprelgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 10-aprelda kechasi 8-13 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik, 11-dan 17-aprelgacha kechasi 10-15 darajalik, kunduzi 11-dan 15-aprelgacha 23-28 darajalik, 16 va 17-aprelda 21-26 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 10-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 11, 13, 16 va 17-aprel kunlari yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 14 va 15-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-dan 13-aprelgacha 8-13 darajalik, 14-dan 17-aprelgacha 10-15 darajalik, kunduzi 10-dan 13-aprelgacha va 17-aprel kunlari 20-25 darajalik, 14-dan 16-aprelgacha 23-28 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 10-13 aprel kunlari yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Faqat Surxondaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. 14-15-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 16-17-aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-dan 11-aprelgacha 8-13 darajalik bo'ladi. 12-dan 17-aprelgacha 12-17 darajalik bo'ladi. Kunduzi 10-aprelda 20-25 darajalik bo'ladi. 11-dan 15-aprelgacha 25-30 darajagacha ko'tariladi. 16-17-aprelda 23-28 darajalik bo'ladi. Farg'ona vodiysi viloyatlari, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 10 va 14-15-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 11-dan 13-aprelgacha va 16-17-aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-dan 13-aprelgacha 8-13 darajalik, 14-dan 17-aprelgacha 10-15 darajalik, kunduzi 10-dan 13-aprelgacha va 17-aprelda 20-25 darajalik, 14-dan 16-aprelgacha 23-28 darajalik bo'ladi. O'zingiz asrang, xayr, salomat bo'ling.